Assalomu alaykum hurmatli hamqishloqlar. Mana bugun Nizomiddin Mir Alisher Navoiyning tavalludi 585 yiliga. Endi topgan menikim, men o'zimni topmadim. Barcha 70 yoshdan 7 yoshgacha Navoiyni bilish kerak. Sababi Navoiy butun insoniyatga daxldor asarlar yozib ketgan. Onalar oyog'i ostidadir. Ravza-i jannati jinon bog'i, Rabsabog'i misolin istada ersang, bo'l onaning oyog'i tuprog'i. Qoshing yaxshi, qabog'ing yaxshi, yuz bilan so'zing yaxshi, dudog'ing yaxshi, eng bilan menging yaxshi, saqoqing yaxshi, bir-birli deyin boshdan oyog'ing yaxshi. Alisher Navoiy g'azallaridan parcha. Kim istasa sahodir anglashar, har va'daki aylasa bahodir anglashar. Kim qabul talab qilsa fanodir anglashar, oliy g'ani kim kelsa rizodir anglashar. Alisher Navoiy bobomizning ruboilaridan bizlar bo'lmasak ham jahon bo'lg'usi, bizlardan nomu nishon bo'lg'usi, avvalki yo'q edik, yetmavdi halal, yana bo'lmasak ham hamon bo'lg'usi. Yana bitta ruboisi: dunyoning tilagi samara ham biz, aql ko'zin qorasin javhari ham biz, to'garak jahonni uzib deb bilsak, shaksiz uning ko'zi gavhari ham biz. Bilmaganni so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim. Alisher Navoiy. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish, el anga shafiqu mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas itlagan qizil gul bitsa, bulbulga tikondek oshyon bo'lmas emish. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish, el anga shafiqu mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas itlagan qizil gul bitsa, bulbulga tikondek oshyon bo'lmas emish. Kecha kelgandir dibon, sarriga kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza chiqdim-u chekdim yulduzga intizor, keldi jon og'zimga yo'l shuhbatqu kelmadi. Ul parivash hajridim kim yig'ladim devona bor, kimsa bor bu kim anga ko'rganda kulgu kelmadi. Oriziydik oydin erkanda gar etdi ehtiyot, ro'zg'orimdi kamolg'anda qorong'u kelmadi. Ey Navoiy boda birla xurram etgan gul uyin, ne uchun kim boda kelgan uyga qayg'u kelmadi. Xotami toyiga bir ozodalash, deydiki ey himmating ozodakash. Toki sohang bo'ldi kafing vardishi, ko'rding ekunmi bir o'zingdek kishi.